Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorvash qog'ozlari va mana bunday toza zotli 2025 da yangi barrash qog'ozlar. Akalar, xudo xolasa bugungi videomizga barralarni har doimgidek tozalardan kelgan shu Saidullo do'stimizning qo'y fermalaridan xudo xolasa bo'ladi. Qo'ldan kelgancha obzorini chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, bizni oxirigacha ko'rib, videodan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursalaring. Xudo xolasa narxlardan tanishtirib, hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni boshladik. Boshlashdan oldin obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum Saidullo. Assalomu alaykum obunachilar. Jobsakmajon aka. Keldingizmi? Charchamasdan o'ylab olib keldingizmi? Bular yaxshilar bilan kelgan. Tozalarda har doimgidek. Tozalarda. Bularni bor-ku, jaydari qo'ydan solishtirishmaydi. Ha, Bilasiz, o'z toza qo'y bilan jaydari qo'y farqi bor. farqi bor. Narxi ham, hammasida farqi bor. Sifati ham o'zimga ko'rinib turibdi. To'xon sabasi yaxshi. O'ylab ro'shni ko'rsataveramiz a. Ko'rsataver. Mana obunachilar, soni o'zi 4 dona yana. Soni 4 dona. Qo'chqormi, sovuqmi bular? Bitta mana shu qo'chqor. Qo'chqor deb. Mana. Quloq joylashuvlari, oq yuzligi, Jonivor, qo'zini qarang. mana kamga munchoqlari ham bor. Kamiga yetmaganda. Quloq ham 20 kam emas. Tumshuq aytgancha, Mana. bitta to'siq borgan tumshuqqa kelsangiz. Qo'ydi ko'ring. Jonivor. Razrezlari ham hamma yo'q. Endi qo'zi bo'lsa shunchalik. Ha, hali qo'zi. Hali qo'zi bu necha oylik atrofida bu? 2-3 oylik vaqtda bo'lishi kerak. 2-3 oylik atrofida. Qulog'imiz 18 chiqarar shekilli. Ha, o'sha. Qarasham qo'ydi o'zi. Quloq eng kami 18 chiqar ekan-da. Kam, qo'ziligida shunchalik. To'xosa va katta Sizlar qo'chqor. obunachilar ana. Qo'y like yarsa bosib qo'yasiz. Qani hali kecha o'tdi, soat 8 da o'tdi. Ha. Ammo mana shu holatda Qo'ydi holatini qaranglar, jonivor. Mana bular ham tozalardan ekan. mana bular ham O'zidan ko'pa yuradigan variant ekan. bu so'liq. 3 ta so'liq, bitta qo'chqor. Ham razrezlari. Jonivor, ana obunachilar. Mana bular ham. O'ylab qarang. Havasga zotga boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. O'ta zo'r, har doimgidek zo'rlaridan. Obsedlar bular yoshliklari qanaqa endi bunlarini? Endi bularni aniqini bilmayman, ammo 2 Tepasida bo'lmagansiz, taxminan. Menga ham kelgan. Menga ham mazni qolsa sotaman. O'tasiz. Shunday, Jonivor. ichidaman. Obunachilar, xudo xolasa tavsiya qiladigan joyi o'ta barrani zo'rlaridan ekan, jonivorlar. Ham qarang. Ana shu yarchalardan-da ana. Jonivor, obunachilar onam qo'ydi qarang. Zo'roq ushlab turingchi, zo'roq turing, tutaylikchi. Mana obunachilar, qo'l, oyoq, qo'llari tikka qo'ylar ekan hammasini. Razrezlari kelishgan. Qo'l qo'yavering. Sizlar bularni yebishlarini ko'rdingizmi? Necha kun bo'ldi yeganiga? Bu ancha bo'ldi ekan ekan. Ancha bo'lib qoldi. Yebishlarini ko'rdingiz, sinovlari bor. Ha, Garantiyasi bor-a? 10 kun bermasa olaveradi. Yemasa, ichmasa, yo'talsa garantiya. Ammo joniga 1 minutga ham garantiya yo'q. Joniga o'zimizga garantiya yo'q. Jonivorlar. Xolasa bugungi necha partiya chiqadi o'zi? Mash xolos. Mash ozgina, ozgina. Yana borib endi ular tozalardan. tozalardan qoraga tushib ketib qoladi. Shunday. Haqiqatan lekin tozalardan ekan. To'p beraveramiz xolos. So'raganlarga joydarsdan ham to'p beraverasiz. Hammasidan to'p beramiz. Lekin obunachilar mana bu qo'ylarni joydarlarga solishtirmaymiz. Hozir qo'ziligidan shunchalik mana garbonos qarang, quloq, jonivor, shalpon qulog'idan ekan haqiqatan. O'ta tozalaridan ekan. Tavsiya qiladigan joyi. Endi bular bo'ylari nechiga beramiz? Endi bo'ylarini o'lchamaganmiz. Taxminan-da endi. Taxminan bilmadim. 65 bilsiga turadimi? Ketaveradi. 70 dan aldasiz-ku, yo'q, o'lchamagan. 60 ga ham ketaveradi, nima bo'lsa bo'ldi. Jonivorlar. Xudo xolasa bularni boqsalarning yaqin kelajagi bor o'ylab bo'ladi. Xudo xolasa yaxshilaridan. Ana shu Bundan turishi ham aytib o'ta tikka variantidan. Qo'ylar hali charchoqda Akbarjon. Ha, charchov ham bor. Yegib turibdi. Lan yegib. Ortiq yurolmayapti ham. Shunday. Hop, Saidullo, endi buni hamma ma'lumotni berdingiz. Endi bu yog'i hamish narxida-da. Narxini yengil so'ramidan qilayotgan tez ishni bitiraylikchi. Sevishib turamizmi? Ha, tez. Shuni narxini $100 O'zbekistonga yetkazib beramiz sizga. $100 $300. $300. Joningiz sog' bo'lsin. Xayriyam ham telefon qilsa, barakasiz o't berasiz, endi-cha. Hozir kelishamiz xolos. Dastavkalar qayergacha? Dastavkalar Samarqandgacha. Dastavkalar Samarqandgacha. Samarqand, Buxoro. Joningiz. O'zbekiston bo'ylab ekan, deyoqsan. Endi voqea qiyinroq u.
Jonivorlar. Xudo xolasa obunachilar tavsiya qilib qolaman. Boqsalaring arz uradigan narsalar ekan. Sizlar buni olinglar, boqinglar, maza qilib qo'yasizlar. Kelajagiga bor narsalar ekan, Xudo xolasa. O'ylab yurishni ham, faqat shu dancha yurish, old tomonda yurishni ko'raylikchi. Qo'ldan kelgancha video obzor qilyapti obunachilar. Kecham tushib qoldi o'zi. O'zlarim charchoq. $300 xayriya ham bor bularda. $300 bo'lsa beramiz. Oxiri bo'ladiganimi? Oxir bo'ladigan, taqadigani. Obunachilar telefon qilib bitta ham sotilaveradimi? Ha, bitta olsang ham Qo'chqor do'stga ko'taradimi? Narx o'zgaradi. Narx o'zgaradi? Ha. Bularga qo'chqorga pulni so'ralarga minus bo'lishi mumkin. Plus minusi bor. Kallashiga qarab xudo xolasa. Kallashiga qarab. O'zi ko'p narsa soni ham. O'zi 4 dona ozgina. Optim desa yaxshi-da. Shunday. Obunachilar tavsiya qilib qolaman, xudo xolasa telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Bugungi shular. Bugunga shular ekan. Obunachilar video yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, kommentariyada fikrlar qoldiraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni dal kuzatinglar.